Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglovchi do'stlar. Biz marhum tarixchimiz Turg'un Almas apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda ulug' ko'k turk qag'alligining qanday qurilganligini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Ba'zi bir avar xonzodalari turklarga qarshi harakat qilgan bo'lsa-mu, milodining 553-yilga kelganda turklar tarafidan tamoman yo'q qilindi. Avarlarning bir qismi Bayonxon yetakchiligida g'arbga qarab qochdi. Ular milodining 558-yili Qora dengizning shimoliga kelib o'rinlashdi. Keyin Yevropa avar qag'alligini qurib, u yerda 330 yil hukm surdi. Ya'ni milodining 565-yilidan 835-yilgacha. Tümenxan miladining 552-yili 2-oyda avar qag'alligini yo'qotgandan keyin o'zini Elxon deb atadi. O'tokunni ko'k turk qag'alligining poytaxti qilib belgiladi. Ukisi Istamixonni Bayg'u unvonida ko'k turk qag'alligining g'arbiy qismini boshqarishga tayinladi. Istamixonning o'rdisi Tekes daryosining bo'yiga joylashdi. Tümenxan miladining 553-yili olamdan o'tdi. Onun Qaraxon, Mo'qanxon, Tavarxon atliq 3 o'g'li bor edi. Uning vafotidan keyin uning tunji o'g'li Qaraxon qag'on bo'ldi. U bir yildan keyin olamdan o'tdi. Uning o'rniga Tümenxonning o'tiranchi o'g'li Mo'qanxon qag'on bo'ldi. Tümenxondan keyin o'tgan turk qag'onlari ichida Mo'qanxon o'zining keskin, g'ayratlik, aqlliq, hushyor va harbiy diplomatiya jihatda odatdan tashqari tadbirlik ekanligi bilan dunyoga mashhur edi. Mo'qanxon qag'onlik taxtida o'ltirgan mezgillarida ko'k turk qag'onligi qudratlik, saltanatlik bir davrga kirdi. Mo'qanxon Batur Tangriqutdan 7 asr, Attilladan 5 asr keyin dunyoga kelgan mashhur sarkarda edi. Mo'qanxon milodining 554-yili sharqqa yurish qilib, Manju va Mo'ng'ul xalqlarining ajdodlarini to'liq bo'ysundirib, ko'k turk qag'onligining sharqiy chegarasini Ulug' okean qirg'oqlariga yetkazib, Saxalin orolini va Koreyaning shimoliy qismini egallab oldi. Mo'qanxon sharqqa qilgan yurishidan qaytgandan keyin shimolga yurish qilib, Urxun, To'g'la, Slinga daryolarining bo'ylarida, Bayqal ko'li atroflarida yashaydigan sharqiy Uyg'urlarni, Yansay daryosining bosh eqimida yashaydigan qirg'izlarni bo'ysundirdi. Dal shu mezgilning o'zida Istami Yabg'u g'arbiy Uyg'urlarni, ya'ni Tarim vodisidagi Uyg'urlarni buning ichida ularni bo'ysundirdi. Türkler Uyg'urlarni bo'ysundirib bo'lgandan keyin ularning kuchi, odam kuchi va moddiy kuchidan foydalanib, bir necha 100 ming jangchidan tarkib topgan otliq qo'shin tashkil qildi. Chunki Uyg'urlar turk xalqlari ichida soni ko'p, jangovarligi ustun, botur, madaniyatli xalq edi. Türkler asosan o'z tarkibidagi Uyg'urlardan foydalanib, o'zlarining sharqqa va g'arbga qilgan harbiy yurishlarini o'ngishliq elib bordi. Mo'qanxon g'arbdagi Oq Xun imperiyasini yo'q qilish uchun jiddiy tayyorlik qilishga kirishdi. Mo'qanxon milodining 554-yili İran Sasaniylar sulolasining shohinshohi Xisrav Anushirvonga elchi avitib, İran bilan turklarning Oq Xunlarga qarshi ittifoqini vujudga keltirdi. Bu ittifoqni kapolatga ega qilish uchun Istamixonning qizi Asina bekani Xisrav Anushirvonga yotliq qildi. Ondan keyin g'arbiy Vey xonligi bilan birlashib, Ko'k Nurdagi To'yg'unlar xonligiga yurish qilib uni bo'ysundirdi. Turklarning To'yg'unlarni bo'ysundirishi turklarning O'rta Osiyo bilan G'arbiy Osiyoga yurish qilishiga dag'dam yo'l ochdi. Mo'qanxonning milodining 554-yili İran Sasaniylar sulolasi bilan do'stona munosabat o'rnatishi Ironni Oq Xunlarga bo'lgan qaramlikdan qutuldirishga hal qilguvchi rol o'ynadi. Ko'k turk qag'onligida kuchli ittifoqchiga ega bo'lgan İran milodining 554-yilidan boshlab har yili Oq Xunlarga to'laydigan ma'lum miqdordagi kumush pulni to'lashdan bosh tortdi. Shu yili İran Oq Xunlarga hujum qilib, Afg'onistonni besib oldi. Chunki shu yili Istami Yabg'u Mo'qanxonning ko'rsatmasiga binoan Oq Xunlarga hujum qilib, ularni Tarim vodisidan qo'g'lab chiqargan edi.
Muqan xan yuqorida tilga ilingan bir qator ishlarni o'rinlab bo'lgandan keyin milodining 557-yilidan boshlab oq g'ullarga qarshi urush boshladi. Uning qo'mondonligidagi turk otliq qo'shinlari Tekes dalasidan g'arbga qarab yurish qilib, Yetti suv orqali O'rta Osiyoga besib kirdi. Turklar bilan oq g'ullar orasida bo'lgan qonliq urushlarning ko'pi Afg'oniston territoriyasida bo'ldi. Muqan xon 5 yil ichida oq g'ullarni tarmar qilib, Oq Hun imperiyasini yo'q qildi. Muqan xon milodining 562-yili oq g'ullarning qoldiq kuchlarini uzil-kesil yo'qotish va boshqa muhim ishlarni bartaraf qilishni istami Yabg'uga topshirib, o'zi O'tökanga qaytib ketdi. İstami Yabg'u oq g'ullarning qoldiq kuchlarini yo'qotib, uning territoriyasini ko'k turk qag'anligiga qo'shib olish, Eron bilan bo'lgan yangi keskin munosabatni bartaraf qilish, Balqash ko'li bilan Aral ko'llarining bo'ylaridan tortib, Qora dengizning bo'ylarigacha bo'lgan nihoyat keng territoriyada yashab kelayotgan xalqlarni to'liq bo'ysundirish qatorliq nihoyat muhim tarixiy vazifani milodidan 565-yilga qadar bo'lgan vaqt ichida to'liq o'rindadi. Milodining 562-yili oq g'ullar bilan bo'lgan urush asosan oyoqlashgandan keyin turklar bilan Eronning do'stona munosabati buzilib, ikki davlat bir-biri bilan dushmanlashib qoldi. Oq g'ullar tarmar qilingandan keyin uning territoriyasi ichidagi Shimoliy Hindiston, Tarim vodiysi, O'rta Osiyo turklarning qo'liga o'tgan bo'lsa, Xorason Eronning qo'liga o'tib ketdi. Buningga turklar zodi rozi bo'lmagan edi. Uning ustiga Eron Sasaniylar sulolasi Xorasonni egallab olish bilan qanoatlanmay, Oq Hun imperiyasi territoriyasining yana ko'proq joylarni besib olishga intildi. Yana bir tarafdan turklar O'rta dengiz bo'ylaridagi davlatlardan O'rta Osiyoga, Hindistonga va Jungoga boradigan intayin muhim xalqaro savdo yo'lini tizgilib olgan edi. Buningga Eron azroqmi yo'l qo'yishni xohlamaydi. Chunki bu yo'lning muhim tugillarining bir qismi Eron territoriyasida edi. Eron bu yo'l orqali bo'ladigan savdodan nurg'un foyda oladi. Shuning uchun Eron turk qag'anligi dunyoga kelishdan burun G'arb bilan Sharq orasidagi xalqaro savdo yo'liga bo'lgan hukmronligini talishib, Sharqiy Rim bilan doim urushib kelgan edi. Eron amdi xalqaro savdo yo'lini tizgilib olgan turklar bilan to'qnashishga boshladi. Yuqoridagi sabablardan ko'ra, burun oq g'ullarga qarshi ittifoqdosh bo'lgan turklar bilan Eron amdi bir-biriga dushman bo'lib qoldi. Başta İstami Yabg'u turklar bilan Eron orasidagi munosabat yomonlashganda, o'zaro yaxshi munosabatda bo'lishni umid qilib, Eronga Mani'ah boshchiligida elchilar avatdi. Lekin Eron Shohi Xisrov Anushirvan vazirlarining maslahatini olgandan keyin turk elchilari akelgan yepak mollarning nusxalarini o'rda ahli oldida o'tqa tashlab ko'ydirdi. Eronning qilgan bu xil qo'pol muomalasidan nafratlangan turk elchilari umidsizlangan holda qaytib keldi. Shundaq bo'lsa-mu, İstami Yabg'u o'zini besib olib, Eronga ikkinchi qitim elchilar avatdi. Sharqiy Rim tarixchisi Minamdirning bergan ma'lumotiga qaraganda, ikkinchi qitim Eronga borgan turk elchilari cho'ng baxtsizlikka uchirgan. Xisrov Anushirvan turk elchilarini mehmon qilib bergan ziyofatida oldin o'rinlashtirilgan suiqasd bo'yicha ularni zahar silingan yemak-ichmakliklar bilan zaharlab o'ldirgan. Elchilardan faqat 3-4 kishilar omon qolgan. Xisrov Anushirvan suiqasdning oshkora bo'lib qilishidan ansirab, turk elchilari muzluq, qorliq yurtlarda tug'ilib o'sgan. Ular sovuq yurtlardan ayrilsa hayot kechirolmaydi ekan. Turk elchilari Eronga kelgandan keyin Eronning qurg'oq issiq havosiga ko'nalmay o'lib ketdi deb so'z tarqatgan. Ikki qitim Eronga avatilgan turk elchilari muvaffaqiyatsizlikka uchirgandan keyin İstami Yabg'u milodining 568-yili Mani'ah boshchiligida Sharqiy Rim imperatori Yustianning huzuriga elchilar avatdi. Ya'ni Yustianning huzuri Konstantinopol, hozirgi Istanbul. Turk elchilari Yustian II bilan qilgan suhbatlarda ustiga yuklangan asosiy vazifani turklar bilan Sharqiy Rim orasida bevosita savdo munosabati o'rnatish vazifasini ko'ngildagidek o'rindab, Sharqiy Rimdan qaytdi. Turk qag'anligining ahvolini turk elchilaridan va ulug' qag'on Muqan xon nomidan o'ziga Yansay Urxun yoziqda yozilgan davlat xatidan tafsili bilgan Sharqiy Rim imperatori
Yustian ikki Türk elçileri öz eliga qaytılgan çağda ularga Şərqi Rimning Zimrah başçılığındakı cavab elçiliginimi billa qoşub uzatdı. Türk elçileri bilan billa İstami Yabğuning Tekes daryosi bo'yidagi ordisiga kelgan Şərqi Rim elçileri Türklarning ba'zi bir odatlari va İstami Yabğuning ordisini ko'rib hayron qolgan. İstamining ularni nihoyat qizg'in samimiy kutganligidan to'liq xo'shal bo'lgan. Zimarıq başçılığındakı Şərqi Rim elçileri İstami Yabğuning ta'tillat Çidir bargohi oldida sharqqa qartib tiklangan, o'tirsiga zar yugurtilgan, bo'ri bishi tushirilgan, 4 casa ko'k shohi bayroqqa cho'qingan va lavuldab yenib turgan o't gulxonlari orasidan o'tib poklangan. Ondan keyin ular İstami qog'onning bargohiga kirib, qog'on bilan ko'rishganda, qog'onga turklarning odati bo'yicha salom bergan. Ular Yustian ikkining İstami Yabğuga yo'llagan salomini yetkizgan va sovg'alarni taqdim qilgan. Şərqi Rim elçiləri bargoh ichidagi ajoyib narsani ko'rib hayron qolgan. Odamning ko'zini qamashtirgan narsalar ichida oltin kumushdan yasalgan turli tovoqlar, leganlar, qadaklar, ko'zalar, kovalar silingan harvolar, bir at tartalaydigan ikki chaqliq oltin taxit, oltin karvat qatorliq narsalardan tashqari nihoyat haybatlik bir oltin taxt ularning ko'ziga chiliqqan. Bu oltin taxtning 4 puti 4 qush shaklida yasalgan. İstami Yabğu shu taxt ustida o'ltirib Rim elchilari bilan suhbatlashgan. İstami Yabğu Şərqi Rim elchilarini qizg'in va samimiy qabul qilib, tantanlik ziyofat berib kutgandan keyin ular bilan nihoyat jiddiy masalalar ustida suhbatlashgan. Bu masalalar turklar bilan Şərqi Rim imperiyasi o'rtasidagi Ipak savdosi, Eronga qarshi birlikda kurash ilib berish, avarlar masalasi qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Suhbat orqali o'tirg'a qo'yilgan masalalar bo'yicha betimnoma tuzilgan. Uning mazmunida Türk qog'onligi bilan Şərqi Rim o'rtasida vujudga kelgan Eronga qarshi harbiy ittifoq asosiy o'rinda turgan. Shuningdan boshlab uzunga so'zilgan urushlar boshlanib ketgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, milodining 552-yili Avar qog'onligi ko'k turklar tarafidan yo'qitilgandan keyin bir qism avarlar sharqdan g'arbga qochgan edi. Ular milodining 558-yili Qora dengizning shimolida paydo bo'ldi. Mana shu avarlar milodining 565-yili Bayonxon yetakchiligida Yevropa avar qog'onligini qurgan. Yevropadagi bu avarlar Şərqi Rim imperiyasiga pat-patla hujum qilib turgan. Şərqi Rim elchilari İstami Yabğu bilan qilgan suhbatida avarlar masalasini o'tirg'a qo'yganda, İstami Yabğu Şərqi Rim bilan birlikda avarlarga qarshi harakat qilishni ta'kidlab, agar ular qush bo'lib osmonning qahriga uchib chiqsimi, biliq bo'lib dengizning cho'nqir tegiga mo'kib olsimi, mening qilichimdan qutulolmaydi degan. İstami Yabğu Rim elchilarini turklar yurtidan uzatgan chaqda imperator Yustian ikkiga va Zimarix boshchiligidagi 20 nafar elchining har biriga alohida qimmatli sovg'alarni taqdim qilgan. İstami Yabğu Zimarixga bergan sovg'alariga qo'shib qirg'iz otliq go'zal bir qizni hadiya qilgan. Tekes yaylig'idan g'arbga qarab yo'lga chiqqan rimliklar Turan go'zalni atqa mindirib, uni yiroqdagi Konstantinopolga aketgan. Türklar Şərqi Rim bilan ittifoqlashib olgandan keyin Eronga hujum qildi. İstami Yabğu milodining 569-yili Xurosonga besib kirib, Eron qo'shinlarini tarmar qildi. Eronning Oq G'ullar territoriyasi hisobiga besib olgan joylarining birini qo'ymay tortib oldi. Eron sulhi tuzishga majbur bo'ldi. Sulhi bo'yicha turklar har yili Erondan 40 ming Rim tillasi boj ilib turadigan bo'ldi. 571-yildan boshlab Eron bilan Şərqi Rim orasida uzun so'zilgan urushlar davom qildi. Bundaq ahvol Eronning ojizlab, turklarning barg'ansi kuchayishiga sabab bo'ldi. Turklar bilan Şərqi Rim orasida o'zaro elchilar pat-patla kelib ketib turadi. Turklarning ulug' qog'oni Muqan qog'on bilan İstami Yabğular vafot bo'lgandan keyin o'tgan cho'ng qog'onlari Tavar qog'on, Savarlu Bağa ish bashara qog'onlarning vaqtida Eron bilan urush bo'lgan yoki bo'lmaganligi ma'lum emas. Chorbağa qog'onning vaqtida turklar bilan Eron orasida bir qatim urush bo'lgan. Eron sarkardasi Behram Chobin Chorbağa qog'on qo'mondonligidagi 300 ming kishilik turk qo'shinlarini Herat bilan Balix orasida tarmar qilgan. Bu urushda Chorbağa qog'on o'lgan.
Behram Chobin Buxarayindagi Baykent shahrini besib kelib, Cho'rbaga qag'anning o'g'li Barmuda Tekinni asir olgan. Baykent shahrining g'azinisidagi nihoyat nurg'un isil boyliqlarni bir necha ming to'giga yuklatib, Eron shohinshoni Hormuz Turk zodiga Islami Yabuning qizidan tug'ilgan. Shuningga avitib bergan. Bu urushda Cho'rbaga qag'an o'lgan. Behram Chobin Buxarayindagi Baykent shahriga besib kelib, Baykentni o'tganda bir Toshkent deb o'qiganim esimda bor. Cho'rbaga qag'anning o'g'li Barmuda Tekinni asir olgan. Baykent shahrining g'aznisidan nihoyat nurg'un isil boyliqlarni bir necha ming to'giga yukiltib, Eron shohi Hormuz Turk zodiga. Bu Hormuz Turk zodi Islami Yabuning qizidan tug'ilgan shohinshoh. Shuningga avatib bergan. Shu qitimqi urushda Eron g'arb tarafdan hujum qilgan Sharqiy Rim qo'shinlarini Kavkaz atrofida tar-mar qilgan. Turklar bilan Sharqiy Rim mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, Eron xalqaro savdo yo'liga bo'lgan hukmronligini yanada qo'lga keltirolmagan. Türk qag'anligi tarixida Türklar bilan Jungo orasidagi munosabatlarmi alohida o'rinda turadi. Jungo tarixidan xabar bor kishilarga ayon bo'lgandek, Jungoda Xan sulolasi ag'dirilgandan keyin Suy sulolasigacha bo'lgan jarayon ichida qudratli bir sulola vujudga kelmadi. Ana shundaq bir uzoq tarixiy mezgilda 3 davlat, ya'ni Vi, Shuxan, Wu davri, G'arbiy va Sharqiy Jin sulolasi davri, 16 baglik davri, Janubiy sulolalar davri, Shimoliy sulolalar davri deb atiladigan bir qancha davrlar o'tdi. Mana shu davrlarda Jungoning asosiy territoriyasida, ya'ni Huanghe vodisi bilan Changjiang vodisida ba'zida 3, ba'zida 10 necha davlat birla vaqtda mavjud bo'lib, bu davlatlar ko'p vaqtlarda bir-biri bilan urushib turdi. Bundaq ahvol Jungoning shimoli, ya'ni Saddichin Sipilning sirtidagi qo'shinlari bo'lgan xalqlarning bosh ko'tarishiga, hatto ba'zida ularning Jungoga og'ir tahdid silishiga obyektiv jihatdan fursat tug'dirib berdi. Türk qag'anligi tashkil qilgan chog'dimi Jungoda G'arbiy Vey xonligi, Shimoliy Chi xonligi, Qin xonligi qatorliq davlatlar bor edi. Milodining 557-yili G'arbiy Vey xonligining o'rnini Shimoliy Ju xonligi oldi. Bu davlatlar bo'libmi Shimoliy Chi bilan Shimoliy Ju xonliklari bir-biri bilan urushib turadi. Türk qag'anligi o'z territoriyasini kengaytib qudratli holga kelishda Sharq, ya'ni Jungodagi o'ziga foydali bo'lgan ana shundaq sharoitdan foydalangan. Shunda qilib bu qitimliq o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.